o'sha savdoda aldagan, savdoda harom bilan dunyo topgan, dunyoni egasi bo'ladi. O'sha ko'zlagan maqsadiga yetadi, ammo buni evaziga iymonini beradi. Duo qilish kerak ekanki, Allohim dunyo bersang soligim bilan, dunyo bersang xotirjamligim bilan, dunyo bersang iymonim bilan bergin. Boylik evaziga iymonimni, xotirjamligimni, sog'ligimni olib qo'yma. Xotirjamlik eng katta boylik. O'sha dunyosi borlar ham ovqatida ham shubhalanib ovqatlanarkan biroz zahar tashab qo'ymadimi? Suvni ham ehtiyot bo'lib qo'qib icharkan biroz zahar solib qo'ymadimi? Mana shu boyliklardan ko'ra qo'lida dunyosi bo'lmasdan xotirjam uxlab, xotirjam yurib, xotirjam ibodat qilganga yetmaydi. Salomatlik katta ne'mat. Bunga bir voqeani misol keltiradigan bo'lsak, Yigit shahrida bir odam, badavlat odam yurak kasaliga chaldi. Va o'zida yashagan shaharida vrachlarga borib ko'ringanda, bizning diyorimizda sizni kasalingizni davolaydigan mutaxassislar yo'q deb bu kishiga Londonga yo'llanma beradi. Borib ko'ringandan keyin London vrachlari buni, ya'ni kasalxonadan chiqarib solar ekan, foydasi yo'q der ekan. Foydasi yo'q, bekor puling ketadi. Yetib kelib qopti bu yoqqa borib tayyorgarligini qil der. Sen salomatligingni yo'qotib bo'lsan, sen yaxshi bo'lmaysan dedi. Bu inson vatanga qaytib kelar ekan. Qayerlik odam edi? Yigitlik odam. Vatanga qaytib kelib, bari yaqinlar bilan xayrlashib, quchoqlashib, diydorlashib, oxiri bir do'stini ofisiga kelib, u bilan ham xayrlashib, o'sha yerda oynadan tomosha qilib o'tirsa, pastda bir joyda bir qassobxonada bir odam go'sht maydalab go'sht sotar ekan. O'sha yerda bir ayol qo'liga bir xaltachani ushlab, qassob go'sht maydalaganda o'sha suyaklarning uchgan parchalarini terib, xaltaga to'playotganini ko'radi. Sekin shu borib, o'limdan avval bir yaxshilik qilib qo'y. Baribir o'laman ekan, shuncha dunyoga qolib ketar ekan, meros bo'lib deb haligi ayolga borib, bu uchgan suyaklarni nima qilasan desa, 4 nafar farzandim bor. Oylab vaqtlar o'tdi, go'sht yemadik. Shu suyaklarni to'plab olib qaynataman. Shuni mazasi chiqsa, shu sho'rvasini bolalarimga beraman. Haligi betob, bemor qarab aytdiki, senga qancha go'sht yetadi? Haligi onaxon ayol 1,5 kilo go'sht yetadi. Qassobga kelib aytdi, 2 kilo go'sht olib bermana bu ayol. Va bu ayol har kuni keladi, 2 kilodan go'sht berasan deb 6 oylik go'sht pulini to'ladi. Va haligi ayolga 4 ta farzandingni ol deb borib, qishga 2 sidra, yozga 2 sidra libos berdi. Endi mana Xudoning huzuriga borsam, yuzim yorib, endi ketishga tayyorman. Allohim menga imkoniyat beribsan. O'limimdan avval shunday xayriya ish qilishga fursat bersa, o'zingga shukrlar bo'lsin deb uylariga kirsa, farzandlari qarab, ota, bugun yuzingiz juda ham nurlik, juda chiroyli ko'rinyapsiz. Haligi odam o'tirib, haligi dardini, alomatini sezmasdi. Darhol Londonga uchib bordilar deydi. Ko'rikdan o'tsa, vrachlar aytibdi, qanday qilib davolanding dedi. Nima muolaja qilding dedi. Dunyo ahli seni davololmasdi. Qayerda ekan buni tabibi, qayerda ekan buni tabibi, bizga kelgan shunaqa og'ir bemorlarni biz o'sha manzilga jo'natsak. Haligi tabib aytadigan, seni yaratgan, meni yaratgan, boy va faqirni yaratgan, kasal va bemor, salomatni yaratgan, kuchligi kuchsizni, olimi zolimni yaratgan Robbim mening eng buyuk tabibim. Allohning hamma rahmat eshigi yopilganda Alloh rahmat eshigini bir faqir orqali menga ochdi.